Selam do'stlar, sablaman. Master do'stlar, yanımda Ray. Bugün bize 3. kısmını olamiz. Haligi politsiya meni uydan quvib yuborgandi. Men bas bir hayotimni topib ketdim. Salom ash qo'ying Ray. Selam do'stlar, sablar, Ray do'stlar. Da do'stlar. Haligi Xo'p, mana olamiz endi uyda. Ray, haligi siz do'kon quramiz 3-qismida narsalarni buyurtirib qo'ygandim telefonda degandingiz. Ana shular keldimi? Qarab ko'raymi? Qarab ko'r. Mana shu bizniki. Voy, kelibdi Ray. Kelibdimi? Da. Bo'pti. Juda zo'r. Olaymi ichidagi bloklarni? Hammasi olaver. To'xtang, hali bloklarni olamiz, bularga tegmang. Bloklarni olamiz birinchi. Olavering. Bloklab o'tdim. Da. Qoching ana. Kiyimlarga tegmang, bloklarni oling. Bu kiyimlar nimaga? Bu kiyimlar haligi Sotilganmi? ha, sotgan ha. Bo'ladi. Kerak. Shotdan quramizmi? Ha, qur. Qurik. Tagini mana unda qiramiz. Qarang. Topibsan qayerdan qurishni? Da. Mana. Botdan bizani skladimiz bo'ladi. Da. Mana. Kichkinagina joyda. Mana bo'ldi. Da. Mana qurib bo'lyapmiz. Tak. Necha blok bo'ldi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 mana shu yerdan quraveramiz. Master. Kirka bormi? Kirka yo'q-de. So'maganning. Yo'q, Jo'natmilar. Bor. Bormi? Da, lekin Uyda bormi? Uyda qarab ko'raman. To'xtang, bor. Menimcha. Okey. Bo'lsa kel. Toshlisi haligi nima deydi? Oltinlisi bor ekan. Okey. To'xtang, olmoslisini yasab olaman. Olaversam bo'ladimi pulingizni? Olaver. Sen men do'stimsan. Da. Mana bitta kirka. Menga kirka. Hozir mana. Oling. Bo'ladimi? Bo'ladi. Yuring ketdi. Sekin chiqing. Mana. Quraman men. Shunda. Mana shu yerdan qo'ysak. Obunachilar, videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. 300 ta bo'ldik, rahmat. Endi 400 ga intilamiz. Xo'p, endi 2 3 4. 4 qilaveraymi ustini? Ha, qilaver. Yo 5 ta qilaymi? 5 ta kur. Mana bu yerdan pol qilsak, mana shunaqa. Mana shu. Yo'q, pastidan qilamiz, to'shib chiqamiz. Xo'p, 4 qilaver. Yo'q, 5 qildim endi. Buzib o'tirmayman-ku. Xo'p. O'zing bilganingcha qil. Xo'p. Keyin menga aytib o'tirmaysiz, mana bunday qilibsan deb? Yo'q. Xo'p, mana bu yerni qilamiz. Jonim ketyapti. Menga endi bel kerak. Bel yasab chiqing uydan. Men ishlayotganimda Bitta bor edi. Xo'p, olib kelavering. Unda shuni. Mana shunday qilamiz. Nimaga deganda do'stlar, mana orqa tomonidan hech kim qolmasligi uchun ikkitasiga yetamki, yana 5 4 yetmay qolsa kerak-ku. Bo'ldi, mana bunday qilamiz. 4 qilamiz. Mana shunday qilamiz. Bu yerni ham shunday qilamiz. Bitta blok ochib qo'yamiz. Mana bitta shkaf ketdi, ko'rdingizmi? Endi mana shu bilan shuni qilamiz. To'xta. Mana. Do'stlar, videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qalbingiz Ray? Ha. Qilaman. Nima? Skalatmi u? Ha. Og'zim bog'layapti do'stlar. Uzr do'stlar.
Mana bu yerni ham qilib bo'ldim. Rey, siz juda ko'p narsa buyurtirdingiz. Pulingiz yetarlimi? Ha. Pulim meni juda ko'p. Ham bankka ham qo'yib qo'yibman deb. Sizga bitta savolim bor-da. Nima savol? Haligi bankka necha ming so'm qo'yib qo'yibsiz? 1000 so'm emas, milliard. What the milliard? Ha. Voy, siz qanday qilib ishlagansiz bu pullarni? Biza yoshligimda bir do'stim bo'lardi. Ana shu do'stim armiyaga borib kelganda, yoshligimda bitta do'stim menga otishni, shu tufayli men shunaqa bo'lganman-da. Otamdan meros qolgan ozginasi. Tushundim. Shunaqa bo'lgan. Tushundim. Xo'p, mana bu yaxshi ko'rar ekansiz. Rahmat. Arzimaydi. Shunday shirin so'zlarni eshitish juda yoqadi menga. Mana bu skladni ham qurib oldim. Menga hali yetmay qolyapti. Nima blokmi? Nima beraman? Mana bu taxta blok. Taxta blok nimaga? Mendan so'rasang o'lasan. Mana bu bor menda 2 stak. Yo'q, taxta yetmayapti. Nima? Tosh emas, taxta yetmayapti degan shu uchun. Sakilgandim-da, ozgina ko'rib. Bu yog'ini qo'shib. Yana bor. To'xtang, bu yog'ini qo'shib yuborish kerak. Nima kerakanda skladdan kirib chiqib yuringmiz-ku. Xo'p. Ana uni olib oling. Rahmat. Hop, mana shu yerdan chiqamiz. Sekin buzib. Oy, shu ketishimga sal qoldi. Uyga kirib chiqay. Hop. Yonimizda mana shu verstak tursin-da, kerak bo'ladi. Narsa yasaymiz. To'g'rimi? O'rta bor ekan. Tepasini taxtadan qilaymi yo toshdanmi? Toshdan qilib. Mana shu toshdanmi? Oq. Ha. Qanaqa? Mana. Ha, bo'ladi shu. Tushib ketmasligim uchun shunday qilib toshni ustida turib kattaytiramiz. Hozir menga taxta kerak edi. Voy, rey. Taxta berib oling. Taxta men tugatdim, bo'ldi, oling. Mana, yetadimi? Yetadi. To'xtang, yana beraman. Bering. Haligi kirka kerak-da menga. Yana men uni haligi qilib yubordim. Kirka? Da. Hozir mana beraman. Xo'p, bering. Kirka. Da. Rahmat. Da mana. Yo, mana do'stlar, qurib bo'ldik. Endi men mana shularni haligiga sandiqqa solib qo'ysam bo'ldi. Mana Rey ham ishlab beribdi, to'g'rimi Rey? Aha. Da. Mana shu sandiqqa mana ularni qo'yib bo'lsam bo'ldi edi. Mana nonni qo'yaman, olmalar. Voy. Xato qilib yubordingizmi? Loy. Xato qilib yubordingizmi? Ha. Juda xato. Mana bularni baliqni ham qo'yaman shu yerga. Loy oxir, loy. Qo'ya olmasangiz qo'ymang, o'zim qo'yaman. Qo'yib bo'ldim mana. Katta oyna. Zo'r bo'ldi. Mana. Da, zo'r. Da. Xo'p. Mana bu ichidagi narsadan olaylik, nima bo'lyapti bularga? Men bittasini oldim, to'xtang, olmang hali. Mana bu yerni birov buzib Qatni? mana bu. Da, qo'yib yuboring. Blokni qo'ydim. Mana bunaqa bloklar ham kerak. Bu sklad. Voy, ovqatlarni skladga qo'yamizmi? Ha, nima? Men do'konga qo'yibman.
Oy. Bo'ldi. Nima bu? Ovqatlarni oldim. Prikolni oldi ekan. Da. Ha, o'yindagidek. Da. Xo'p, men qayerga ketaman endi? Haligi buyurtirganmidingiz ovqatlarni qo'yib qo'yadigan? Ha. Yetadimi? Yetarmikan bir stak uni? Ha, yetar. Yetmasa buyurtirasizmi yana? Ha, buyurtirib olaman. Pullarim oshib toshib yotibdi. Endi klientlar kelaveradi. Endi jitellarga bitta yo'l qo'yamiz, bo'ladimi? Nima yo'l? Mana bunaqa qilib mana. Mana shunaqa. Da. Qiling. Qo'yishcha. Mana bu narsalarni olib tashay. Uzum olaman, to'xtang, uzum olaman. Hop. To'xtang. Olmang. Sig'may qoladi, olmang. Reyslarni oldim. Da. Reys bilan olib kelibdilar. Da. Bo'lmasa ana shunday qilib surrab olib keladilar, bo'lmasa haligi bo'lib qoladi. Yomaga tushib ketadi hozir. Tushirmang. Hozir boraman men uy inventarimni, sizni uyingizga hozir narsalarimni qo'yib boraman. Da mana hozir qo'yib qo'yaman. Uzumni sandigimga qo'yaveraymi? Ha, qo'yaver. Mana hammasini qo'yaman. Toshim bor ekan meni, haligi uy inventarimda ko'rsamayotgan ekan. Qani? Mana. Ochamiz. Masalan, to'xtang, hali olib kelay. Bularni to'xtang. Mana bo'ldi. Oldim. Qarmoq hamma narsani ham oldim. Kiraman sekin asta. Mana ikki sandiq bor, mana sandiqlar bor ekan. Mana bo'ldi. Qolgani bo'shga qo'ysam ochilmaydi. Sindiravering. Nimani? Ha. Yo'q, sindirmang, siz inventaringizga sig'may qoladi. Sig'maydi ekan. Aytdim-ku. Xo'p, bo'tga bizza reston zajikalkalar, ko'mirlarni qo'yib qo'yaman. Mana bu kitoblar bor-ku. Ana shuni do'konga. Do'kongami ular? Ha. Sotiladigan narsa-ku, yeydigan emas u. Kitobni olib do'konni bezaveraymi demoqchi edim. Ha, bezur. Yetmay qoladi-ku. Yetmaydi emas, yetadi. Yetmasa buyurtiramiz. Da, xo'p, bezayman. Qo'yib qo'yaman-da. Men botdan nima qilmoqchi edim? Bu yerni olib turib nima qilmoqchi edim, master? Ha, to'g'ri. Bu yerni jitellarga yo'l qilmoqchi edingizmi? Shunday edi. Olmazlarni ham buyurtiribsiz-a? Ha. Bular olmazlar fashiymi yo uzumi? Uzi. Fashiy. Da, men fashiymikan deb o'ylayman. Fashiy olmazman, bagajman. Nimaga fashiy buyurtiraman ekan? Kelanga kelmadim shu. Afsus. Hop. Xo'p, mana Bo'ldi, obunachilar bilan xayrlashamiz. 4-qism chiqadi, xudo xolasa. Yo'q, nimaga xayr do'stlar, xayrlashing. Yo'q, nimaga xayr. Da, 4-qismini chiqaramizmi? Ha, chiqaramiz. Da, xayr.